shu bukodan zakaz olganmiz. Mana shunaqa uslubda, ya'ni gilam saroy do'koniga. Hozir yasalish uslublarini ko'rsatib o'tamiz. Mana kesib bo'ldik, xudo xolisa. Peshtu ketidan bundoq kesib chiqildi, mana konturli qilib, santimetr qilib. Mana hozir ko'rsataman. Xudo xolisa ko'rsanglar bo'ladi. Bu diamond uslubdagi bukovamizga diodlarni taxlashyapti bolalar, xudo xolisa. Sal zichroq taxlaymiz, ya'ni ko'proq taxlaymiz, чтобы yaltirlab yaxshi ko'rinishi uchun. Mana xudo xolisa gilamsaroy bukovamiz tayyor bo'ldi. Yonmaydigan holati, mana yonadigan holatini ko'rsanglar bo'ladi. Diamond uslubida, xudo xolisa ertaga ustunovka jarayonlari obzorlarimizda ko'rsatib o'tamiz, xudo xolisa. Mana yoqtirgan ishim. Korobani ustiga akril terish, ko'rayotgan bo'lsanglar, kichkina akrillarni ham lazerda kesib, jalab terib chiqqanmiz. Mana 3 mm bo'sh turibdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Va arakal UV pechatdan ancha aqlli chiqadi. Mana yongan holati mana xudo xolisa.